Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bir necha kalimalar bor. Kim shu kalimalarni olib o'shunga amal qiladi yoki amal qilmoqchi bo'lgan kishiga ta'lim beradi dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilarki, men dedim dedilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalom qo'limdan ushladilar, o'zlarini demak oldilariga tortdilar-da, qarab tur deb sanadilar deydi. Harom narsalardan saqlangin, dunyodagi eng yaxshi obid sen bo'lasan dedilar. Alloh subhanahu va taolo senga nimani taqsim qilib bergan bo'lsa, shunga rozi bo'lgin, dunyodagi eng boy behojat odam sen bo'lasan dedilar. Qo'shningga yaxshilik qilgin, mo'min bo'lasan. O'zingga yaxshi ko'rgan narsalarni birovga ham yaxshi ko'rgin, muslim bo'lasan. Kulguni ko'paytirma. Chunki kulguning ko'pi qalbni o'ldiradi dedilar.